Gullar ham ochilar ayol deb, hislari sochlar ayol deb, dod erkaklar osilar ayol deb. Yo oydan tushgan onalar, yo oydan tushgan ayollar. Kimdir savol berdi. Kimdir savol berdi, aytgin Muhammad, yolg'iz sen rasulsan, butkul olamga dod. Kimga yaxshilik qilay? Ota-onamgami yoki yoxud bolamga? Rasul javob berdi. Tingla so'zimni birodar. So'zlarimni ikki bora qulog'ingga ilgin. Dunyoda imkon topolsang, faqat ota-onangga yaxshilik qiling. Faqat. Ona tobiz qochmasin. Onajon tobiz qochmasin, alam hasrat tirnar ekan. Onajon tobiz qochmasin, dushmanlarim kular ekan. Sizga bergan dardni Allohim menga bersa bo'lar ekan. Barcha onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling.